Abi vilayetinin oyunda alıp matayında alıp maaşını satıp koydu. Maaşını ben taksi urguçuyum. Bunun bana endi zakasam olmayatı. Qaytaymış endi bunu. Ayna shu jarama tutsap ben hem shuni alayaq deb uyda ikkita qo'chqor soat pul rasot qilmayman. Qaytayin men. Ayna qiynalib ketdik-ku biz ham. Nima qilamiz endi buni? Assalomu alaykum. Nima gap bo'lyapti? Alaykum salom. Ayna shu sanokda oldik. Biron zakaz bo'lmayapti, qiynalib ketdik. Uyda mollar sotib, bu ayna mashina sotib, taksi urg'ishadi. Uyda qiynalib qoldik. Buni nima qilamiz endi buni? Ziq bo'lmangizlar inshaalloh. Siz biz mana bizning parpichkalar inshaalloh sababchi bo'lib qolaylik. Shu birodarlarimiz ishni boshlabdilar, zakasi yo'q deydi. İnşallah sizler qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Salgina motivatsiya berib videolarni taylab, foydali saqib qo'ysangizlar juda yaxshi bo'ladi. Shular ustorak olib turib ishni boshlabdi, zakaz yo'q deb qarab turar ekan. Guliston bo'ylab, Vag'ishta bo'ylab, Kolxozavod bo'ylab hamma joyga uyingizga borib razmerlari bor. Hamma razmerlar o'zlari aytadi. Bir qo'llab-quvvatlab bersangizlar, Nabijon Nurmatovning nomidan bir sababchi bo'lib qoladi. Bir kerakda. Siz ham biz ham bir savob olib turib sababchi bo'lamiz. Qara usta razmerlari qanday? Oynajon bu razmeri 38 ga 18 ekan. Bo'yi 14, balandligi. İnşallah shu stanokda olgan edik. Shu Ziq bo'lmang ayna. Bo'ladi inshaalloh. Mana ayna reklama qilsin. hay bu yog'ini shu Buna kelib ko'rsataylik. Nasib qilsa shu razmerlar men quyiladi ekan. Buni ko'ryapsizlar, mashinani podgotovka uyingizga olib quyib beradi. Muammo yo'q. Faqat sizdan qumman suv talab qiladi. Xolos. Boshqa bir narsa inshaalloh sizlardan ketmaydi. Shuni olib sizning uyingizda dual o'rdirib, yoki layg'ishni quydirib joyida qo'lman urishnoy cho'zilib ketmaysin birodarlar. Uyingizga boradi 5000 ta g'ishma. Shuna uyingizga boradi 5 kunda quyib berib keladi. 7000 tami 7 kunda uyingizga quyib berib keladi. Maqsad ishingiz tez bitadi. Bunda kaytisini mana ustanoklar qancha hazmda bosadi? 9 tonnada. 9 tonna hazmda jimat qilib qisiladi. Ya'niki naporman, pressman 9 tonna og'irlikda bo'ladi ekan. Shuning uchunki qachonki o'zimizning birodarlar nimadir ochsa, bizni sizdan hech narsa ketmaydi. Sal bir qo'llab-quvvatlab berib, shularning ishini rivojini berib, molodojlar yana oldiga ketsin degan umiddamiz. Yana bundan ham zo'r katta ishlarni boshlasin. Inshaalloh. İnşallah siz biz faqat duo qilaylik shularga ishlari jirishib ketsin deb. İşlaringizning rivojini bersin inshaalloh. Albatta ishlaringiz jirishib ketsin. Faqat oldiga to'xtamangizlar inshaalloh. Rahmat. Masrinani siz ko'targaningiz uchun rahmat. Rahmat. Ana shu rizqini hech qachon esdan chiqarmay, rizqini Xudo beradi. Siz biz sal sababchi bo'lib mehnat qilishimiz kerak. Mehnat qilsak inshaalloh Alloh taolo beradi. Sizning kanalingizdan telefon qilsa, aksiya qilib qo'yib beramiz. Yo'q, maşallah gap yo'q. Shularga shu aytgan nomerlarni ekranga qo'yamiz. WhatsApp promoy nomerlari bor. Telefon qilingizlar, Nabijon Nurmatov nomidan deb bir salgina ko'rib qarang, qo'llab-quvvatlashlaringiz. Ya'niki bugun biz ittifoqda o'zimizning qishloqda turibmiz. Shuning uchun ittifoq Bapesh, biz Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston Bapesh deb qolamiz. Uy degani hamma davlat oldiga degan. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.